Sirroz tashxisi ko'pchilik bemorlarimizni tushkunlikka tushirib qo'yapti. Avvalo Alloh hozirgi zamonaviy tabobatda buni davolashi yo'llari bor. Mana bu mahsulotlarimiz nafaqat sirroz kasalliklarida hamda sirrozga o'tish davrida gepatoz kasalliklariga 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalik yog' bosish kasalliklariga ham yordam beruvchi tabiiy mahsulot. Undan tashqari sirroz kasalliklarida qonda trombositlarni tushib ketishi, ya'ni burundan qon kelishi, trombositlar miqdorini tushib ketishi, a'zolardan qon ketish ham bo'ladi va undan tashqari qizil o'ngachdan ham qon qusish holatlari ham bo'ladi. Ana o'sha paytda biz mana shu mahsulotlar bilan birgalikda mana bu mahsulotlari, ya'ni qonda trombositlarni ko'tarish va qon tomir devorlarini mustahkamlash mahsulotlarimizni ham qo'shib beramiz. Bu faqat o'sha qonda trombositlarni tushib ketgan og'ir sirroz kasalliklariga komplekt qilib beriladi. Agar qizil o'ngachda qon ketish bo'lsa, qon ketish bo'lgan bo'lsa yoki qon ketish darajasida turgan bo'lsa, mana bu mahsulotimizni ham qo'shib beramiz. Bu mahsulotlarimiz qon tomir devorlarini mustahkamlab berishga yordam beradi va qon tomir devorlarini klips qo'ymasdan, ya'ni qon tomiri tikmasdan ham qonni to'xtatishga yordam beradigan mahsulotimiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qiling, biz sizga yordam berishga tayyormiz.